Assalomu alaykum. Bugun dronga X9 degan dron koleksiyamizda mavzuni ko'rsatib o'tamiz. Bu soyaboni. Ikkita oldi baloni va ikkita orqa baloni chiqadi. Koleksiya shunday ko'rinishda bo'ladi. Shuni ochiladi. Orqa balonlari mana tagida mana knopkasi bor. Shuni shunday bosiladi, bo'lib ushlab qoladi. Keyin mana bu tarafda ham knopkasi bor, bosiladi, shuni ushlab qoladi. Oldi balonlari bunlar tiqsa o'zi ushlaydi. Bu tarafi ham xuddi shunaqa. Buni yechish uchun oldi balonni yechmoqchi bo'lsangiz, shunisini shuni bossanglar ichiladi. Yechib tozalab yuvib yana joy qo'yib qo'ysangiz. Bunu uchkasini ko'tarish uchun mana shu knopkasi bosib ko'tariladi. Bu holasiz o'tiradigan, holasiz o'tiradigan poyajang ham bo'ladi. Yotkisi bo'ladi. Holasiz siljinkasi aylantiriladi. Mana shu qizil knopkasini bosib aylanadi. Orqaga yotkirish mana. To'g'ri yotkiziladi. Holasiz oldiga ovqatlantirgan stol olib tashlanadi. To'liq. Bunu alıp haligen payt koyup olsayım bo'ladi buni bemalol. Bunu sen tepeye ko'taraman. Soyaboni ham bunisini o'zini ajini yechib olib qo'ysa ham bo'ladi. Holi siz mana bu yerdan ham chiqarib ajini olib qo'ysa bo'ladi.